Xi Jinping imza koyuş gerek. Prezident Trump aytgandek Amerika halkı yaqinlaydigan, qo'llaydigan kelishimga imza koyuş gerek. İkincisi, hazır Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ishki palata Shangan qonuni Prezident Trump'ning oldiga qo'ydi. 10 kun ichida tasdiqlash kerak. İki imza. Biri Reis Xi Jinping Sodi kelishimiga imza qo'yishi lozim. Biri Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Shangan qonun loyihasi imza qo'yishi kerak. Xil ustidagi munosabat. Xil ustida uyan buyan qilish. Masalan, nima? Vaziyat to'g'risida, vaziyatni uyan buyan qilish. Sen Sodi kelishimiga imzo qo'ysang, vaziyat qanday bo'ladi? Prezident Trump Shangan qonun loyihasi imzo qo'ysa, vaziyat qanday bo'ladi? Vaziyat mana shu xil ustida mash uyutmisdak tavrab turadigan vaziyat. Özgürüp turduğun vaziyet deyişim. Şuna 11. ayının 24. günüdeki sayılam hemmimizni, sizni ve başkalar hoş kılıdığın Shangan halkının kalbisi şundakla Jungo'nun diktatörüsüdün, Jungo'nun mustabitizmlik hakimiyetidir ve Jungo'nun mustamlikisidir azat buluşta takazzalık olan kütüp duruvatkan Uygur halkı, Tibet halkı, Katarlı halklarının tentenisi g'alaba qilishi. Bu vaziyat oldida hammamiz naytı uçuk, sagak bo'lib turishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar. Naytı tuyg'un, harakatchan bo'lib turishimiz kerak. Endi bundaq aytganda har qanday siyosiy vaziyatga har qanday vaqtda diqqat qiladigan odamlardan bo'lishimiz kerak. İnsan bununla dikkat qilishini to'liq ortiq xohlab ketmaydi. Aş odatdagi turmushida qandaqla kun o'tkazish shuni o'zi xohlaydi, bir nuqtada shuni xohlaydi. Lekin sizlar shuni bilinglarki, vatandoshlar, ko'ryapsizlarki, ko'z oldingda Uyg'ur vatandoshlar, siyosat. Siz qiziqsingizdi shu siyosat. Qiziqmisingizdi shu siyosat. Siz Xitoy degan bir millatning milliy hukmronligida yashayapsiz. Bu siyosat sizin canınızla geldi, hayatınızla geldi, takdir silip geldi. Turmuşun xilma-xil şekillerge, Uygur turmuşunun xilma-xil şekillerge tahdid silip geldi. Yığıp gelgende Uygur degen milletni odimiy holatni yok qilish, yumshoq vositalar bilan qirg'in qilish. Hazırki 2 milyon, 3 milyon adamni yig'ib olish, lageriga nazar band qilish, yumshoq vositalar orqali qirg'in qilish. Nemish qundaq demaymiz, ko'rdingizmi? Masalan, Kuchanoyisi nemish var? 150 adam. 5000 adam qamalgan turmaga 150 adam öldürüldü. Bu yumshoq vositalar bilan o'ldirishdi. O'g'il bolaga erga bir navbat, yerga bir navbat deydi. Xudo erga bir navbat berganda Uyg'urga bir navbat berishi mumkin. Allohdan tilaymiz, hurmatli vatandosh. Bugun Shangan qonun loyihasining ma'qullanishi va uning mazmunlari bilan sizlarni tabriklayman. Amerika Davlat Majlisi ishki palata a'zolarini, Amerika xalqini hatto tabriklayman. Men sizlarga Alloh xolisa sizni salomat qilsin vatandosh. Men ham salomat bo'lay, hammamiz shundoq, oila bola-chaqamiz bilan butun Uyg'ur salomat bo'lsin. Men at o'g'in buni to'liq tarjima qilib sizlarga bir-birlab yetkazaman. Birin York vaqt gazetida e'lon qilingan maqola, uni davomli tugugicha anglatamiz. Undan keyin buni boshlaymiz. Anadagi qo'limizdagi Yoqub Beyning tarjimali hargiz buni tashlab qo'ymaymiz. Çünkü hazır Yoqub Beyning tarjimali degan kitobda Yoqub Beyning hokimiyat o'rnatishi va davlat qurishidan burunqi Uyg'uristonning vaziyatini, barda keldi munosabatlarini, Uyg'uristonning O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatlarini, Ichkari Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarini, chunki vaqtida Manjula hukmronlik qilayotgan davrga munosabatlarini shunaqla ben arlıqda chidamay bir cümle ikki cümledin dedim. Xitoy tilidan tarjima qilingan Uyg'ur tiliga bu kitap. Lekin Xitoy buni ingliz tilidan Xitoy tiliga tarjima qilgan tarjimonning qanchalik o'zgartganligini men bu qatim o'qib ondan tushundim. Burun undaq emasdi. Ya oldirab o'qigandim, ya tahil qilmagandim. Bu qatim buni tarjimonning qanday o'zgartganligini ko'rib yetdim. Bir yerda maqtab, bir yerda shukurib. Bu bir-biriga ziddiyatli.
logikalik, mantiqlik ziddiyetini keltirip çıkardı degan gap bu. Tercüman. Charles Bolger, mötedil, objektiv, yoki real tarixda nima ish bo'ldi, shuni yozdi degan gap. Lekin u odamning tarix qarashi va tarix qarash qilingan tarix falsafasidagi moyillik izchillikdan chetlab turyapti. Sababi u odam siyosat nuqtai nazarida Manjularning Manchun imperiyasining Xinjiangga kirib, Xinjiangni zabt qilishini, mustamlika qilishini siyosatda qo'llaydigan aptir. Çünkü bu ayında bu kunlarda Rossiya bilan Angliya elishyapti. Char Rossiya bilan Angliya elishyapti degan gap. Afg'oniston, Xinjiang va O'rta Osiyoning har qanday bir joyi bo'libmi Afg'oniston bilan Xinjiang, ya'ni mustamlik Uyg'uriston Rossiya bilan Angliya talashayotgan zamonlar edi. Yoqub Bey bu sarkarda mana shunday vaqtda o'tirg'i chiqib Uyg'uristonda badavlat büyük ve kemaletki yetken devlete kurgan kişiydi. Şu an ben okuyatqanda söz kıstıranmadım. Çünkü bir yerde göz qaraşı qo'yish bo'lmaydi. Çünkü evvel kitapni sizlarga topshiray. Kitapni o'qib bo'lgandan keyin andan tahlil qiladigan fursat bo'lsa tahlil qilamiz. Vatandaşlar. Allah sizlarni salomat qilsin. Men bugun sizlarni Shangan'dagi saylam orqali tabriklayman. Onun evvelde 11 ayının 19-20 günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ikki palatada ma'qullangan Shangan qonun loyihasi bilan tabriklayman. Buni qisqartib dedim. Asli Shangan kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi. Sizlarni tabriklayman. Amerika xalqiga madad ber Allah. Prezident Trump apand ishkilanmay imzo qo'ying, shuni talab qilamiz. Biz Uyg'ur xalqi shuni talab qilamiz. Aqsaroyda siz imzo qo'yishingizni, Shangan qonun loyihasiga imzo qo'yishingizni talab qilamiz, umid qilamiz, iltijo qilamiz Prezident Trump apandi.